Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Phoenix. Bugun sizlar bilan chiroyli qurol aslahalar yasashni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa nezerit aslahalar. Dubulg'a, ko'krak, shim, oyoq kiyim, 4 ta olmos va ko'k rangli shablon. Keyin buni trimlaymiz. Shablonni qo'yamiz, dubulg'a trimlaymiz. Tayyor. Endi qalqonga banner o'rnatishimiz kerak. Bannerni olamiz, qalqonni va yaxshilab o'rganib turinglar. Qo'yamiz va boshlaymiz. Qo'yamiz, buni olib tashlaymiz va qo'yamiz. Mana bu naqshni bosamiz. Keyin yana qo'yib, mana bu naqshni ham bosib olamiz. Keyin verstagga borib, qalqon bilan bannerni birlashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi va mana kiyamiz va qalqonni ham kiysak, mana ajoyib chiroyli. Yoqqan bo'lsa like va obunangizni ayamang. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.